Assalomu alaykum, Graf Mebel kanalimizning hurmatli obunachilari, akalar, opalar, do'stlar. Bugun yumshoq mebellarni optim ishlab chiqarish joyiga kelganmiz. High-tech fasonni sevuvchilar uchun bo'ladi. Usta bilan gaplashdik. Ramazon oyiga juda katta aksiya bo'lyapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan, ancha-muncha usta qilib bera olmaydi. Agar siz mana shu ustadan yumshoq mebel xarid qiladigan bo'lsangiz, mana shu burchaklarga qo'yilgan bo'lishlari do'stlar mutlaqo bepul bo'ladi. Ya'ni bizning kanal obunachilariga bonus qilib qo'shib beriladi. Bu hali hammasi emas. Mana shu tumbalaridan odatda 3 ta bo'lardi. Endi Ramazon oyi bo'lganligi munosabati bilan bittadan qo'shimchasi qo'shib beriladi. O'zi buni ham o'zi eng kamida 200 ming, 250 ming, 300 minggacha turadigan narsa. Bizning kanal obunachilariga mana shundan bitta bonusga qo'shib beriladi. Bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Endi narxini aytadigan bo'lsak, narxi vashi dahshat narxda bo'ladi. Endi ustani o'zini chaqiramiz. Ustani o'zi bilan birgalikda narxlari necha pul bo'ladi? Dastavkalari qanaqa bo'ladi? Hammasi haqida ma'lumot olamiz. Sizlar bittadan like bosinglar do'stlar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, bugungi video obzorimizni boshladik. Dostonbek, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Xo'p, xonadoningizga keldik. Mana sex ekan, ishlab chiqarish birinchi qo'l joyi ekan. Ustani manzili Andijon viloyati, Andijon tumani, Mirobod mahallasida. Usta, dastavkamiz qanday bo'ladi? Dastavkamiz aka besplatniy bo'ladi. Yetkazib berish hamma yo'q ichida aka. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab aka. Boshqa viloyatlarga kelishiladi. Kelishilgan asosida jo'natamiz ularni aka. Chiroyli qilib pakovka qilib chiqarib beramiz. Fargalab aka, Isuzuga yuklab ortib jo'natib yuboramiz. Pulini kartadan tushirish beraveradi aka. Kartadan tashlab bersa bo'ladi. Kartadan tushirish beraveradi aka. Gap yo'q. Endi vodiyga bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz olib borib berasiz, pulini nalicha berish bo'lsa. O'zimiz olib borib beramiz, o'rnatib beramiz. Boshqa shopirdan jo'natib yubormaymiz. O'zimiz mashinamiz bor. Yuklab olib borib, hamma yo'q ichida dastavka. Lekin sizni bonusingizga maza qilgan joyim, usta, hali bunaqasi bo'lmagan edi. 3 ta bolish, plus bitta tumba. 3 ta bolish aka, bitta tumba aka, bonusiga aka. Ham dastavkasi ichida, ham yetkazib berish hamma yo'q ichida aka. Lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas, mana shu yerlarga 5 ta olishimiz kerak. Birinchi shu kichikrog'ingizdan ketaveramizmi? Bo'laveradi aka. Xo'p, razmeri nechiga necha? Razmerimiz aka 230 ga 330 bo'ladi razmerimiz. Ikkita pufiga bo'ladi aka. Ikkita tumbasi bo'ladi. Ikkita tumbasi bor. 3 ta bolishi bunga ham bonusiga 3 million so'm qilib beramiz aka. Bunisi ham dastavkasi ichida vodiy bo'ylab aka. Vo, dahshat lekin do'stlar, asal narx olish kerak, foydalanish kerak. Materiallari ham hali qimmat materiallar. Qimmat materialdan aka, materiali. Mo'shi material. Mo'shi material so'mga 230 ga 330. 230 ga 330. Aka, pampers prujina behijolat. Men mana 90 kiloman aka ko'taraveradi aka meni. Biron yerida tirish bo'lib qoladigan joyi bo'lmaydi mana akalar. Behijolat. Usta, bu uyda to'ra tomoniga aylanaveradi. Aylanaveradi aka, o'ng chapi yo'q bularda aka. O'ng chapi yo'q. O'ng chap bo'lmaydi. Xo'p, orqalarini ham o'zini materialidan. Orqalarini ham o'zini materialidan. Bitta ko'rsataylik, haligi. Ko'rsating aka mana. Mana to'xtamas, hamma yo'q chotki, sifati joyida. Mana biz jarayonini ko'rib turibmiz. Endi bunimiz kattaroq razmerlar ekan. Katta razmerimiz aka, 430 ga 230 razmerimiz aka bularimiz. 430 ga 230. Bular ham mo'shi material. Ular ham mo'shi material, super mo'shi material aka. Hammasini aka biz 22 pul o'tmachaligida qilamiz. 19, 15 narsa ishlatmaymiz aka. Ponni ko'rib olishinglar mumkin aka hamma. Toza 22 ishlatiladi. Toza 22 ishlatamiz aka. Chaklariga to'g'ri hamma yo'g'idir ko'rib olaversin aka. Endi hozir ishlariga to'g'ri. Usta, o'zi aslida high-tech fasonlarda bolish bo'lmas edi. Mana ko'p joylarga boramiz, bolish bo'lmardi. Buni to'g'risini aytishimiz kerak. Siz mana bizning kanal obunachilariga 3 ta bolishini bonus qilib qo'shib beraman deyapsiz. Bu bolishga ishlatilgan materiallar ham hali qimmat materialdan aka. Gap yo'q. Ikkiga mana bitta tumba qo'shimcha do'stlar. 4 ta tumba bo'lyapti. O'zi 3 ta bo'ladi. Buni necha pul qilib beramiz endi? Buni aka dastavkasi ichida vodiy bo'ylab 3 million 600 ming so'm qilib beramiz aka. 3 million 600. Gap yo'q. Ramazon oyi ichi aksiya bo'lib ketdi aka narxlar. Ha, bunaqasi bo'lmagan. Ancha-muncha odam qilib bera olmaydi. Endi hozir mana bu joyda bitta stoli bor ekan, bundan ko'rsatamiz. Usta, bu ham 3 million 600 a? Bu ham 3 million 600. Xonadan tashqari albatta. Stoldan tashqari. Stolidan tashqari. Stoli 800 ming so'm plus bo'ladi. Plus qo'shilib qoladi. Plus bo'ladi 800 ming. Shunda o'pchi 4 million 400 ming bo'lib 4 million 400 ming so'mga dastavkasi ichida bu ham. Bunda ham 3 ta bolish bonus. Bunda ham tumbasi 4 tadan. 4 tadan. 4 tadan. 3 ta emas, 4 ta aka. Gap yo'q. Hozir bunimiz qanaqa endi usta bu? Bunimiz hozir joyimiz kichikroqligi sababliga to'g'ri qilib qo'yib qo'ydik. To'g'ri qilib bitta burchak qo'yilmadi xolos. Bu ham 430 230 razmerimizni rangi bu, seriya rangi. Rasvetkasini ko'rsatib qo'yilgan. Seriyasi. Xohlasa shu uzun holatda olishi mumkin, xohlasa G holatda, uy to'ri burchak to'ri holatda tushaveradi bular. To'ri holatda tushaveradi. Buni ham tumbasi 4 tadan burchagi bor, hamma yo'g'i bor bunisining. Bu ham 3 million 600. Bu ham 3 million 600 ming so'm. Gap yo'q. Endi hozir bu tomonda mana balotiy ranglari ham bor ekan. Mana shu rang ham zo'r ketyapti. Ko'pchilikka yoqyapti usta. Bu ham katta razmer. Bu ham 430 ga 230 razmerimiz aka. Bu ham katta razmer bu. Ha.
Bu ham katta razmerda. Bu ham 3 million 600 ming so'm. Bu ham 3 million 600 ming so'm. Hozir bu yerda tumbasi 3 ta turibdi. O'zi albatta 4 tadan. 4 ta bo'ladi. Joyimiz kichikroq uchun 3 tasini qo'yib turibmiz. Hammasi 4 tadan bo'ladi tumbas. Endi baribir mana gapirilyapti do'stlar, gapirilgan gap bu bizda qilinadi. Ikkiga bitta maloshnisi bor mana. Olasizlar, xullas eng hadavoy ketayotgan ranglar sizda bor ekan. Aka, talabga qarab tayyorlab qo'yaveramiz aka. Har kuni 3 ta 4 tadan o'g'lovlarimiz tayyor bo'lib chiqadi aka. Har kuni chiqaveradi. Har kuni ishlab chiqaramiz aka, har kuni ishlab chiqariladi. Gap yo'q. Bunisi endi usta buni materiali menimcha ancha materiali teddiy material, hozirgi trendda bo'layotgan materiallarimizdan. Gilamga o'xshab yumshoq, mana qo'lma ushlab yoqadigan material, maza qiladigan material ekan. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Bularni 3 million 600 dan qilib beraman dedingiz. Endi bu materialdan qo'yib bersangiz buni necha pul qilib beramiz? Buni aka o'zi aslida 4 million 200 ming so'm sotiladigan narsa bu. O'zi aslida. Buni 4 million so'mdan qilib beramiz, dastavkasi ichida. Gap yo'q. Bu ham albatta xonasiz aytilayotgandan. Ha, stol alohida. Obunachilarimizga 800 ming so'mdan xona bilan qo'shib beramiz, xona bilan. Shunda 4 million 800 ming bo'ladi, shunda. Buni ham tumbasi 4 tadan buni kemak. 4 tadan. Usta agar so'ramasa bitta tumba necha pul turadi? Bitta tumbani alohida sotadigan bo'lsam aka 400 minggacha sotaman, 300 ming so'm bilan. 300 ming so'mdan 400 ming so'mgacha. Endi hozir ham 3 ta bo'lish, ham kamida 300 minglik narsa bonus o'lyapti. Gap yo'q, lekin ancha-muncha imkoniyatlar bo'lmaydi. Endi misol uchun mana shu joyda turgandan tashqari boshqa ranglarini ham tanlab qolsa chiqarib berish imkoni bor. Ha, qilib beramiz aka, kataloglar tashlaymiz aka. Chunki mana o'zida ishlab chiqarish ekan, mana shu joyda ishlab chiqarilyapti. Hamma yo'q o'zlarida ekan. Shuning uchun narxlari arzon. Endi hali baribir dehqonda arzon bo'ladi. Ha, aka, Optimga ham ishlayveramiz aka. Optim ishlamoqchi bo'lganlarga ham telefon bemalol aloqalashishga chiqishaveradi, ishlayveramiz aka. Gap yo'q. Usta, sizga ham katta rahmat. Bo'pti aka. Uchun. Hop. Do'stlar, keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.